Bahor faslining ilk shirin ne'matlaridan biri klubnaydir. Ochiq yer maydonlarida yetishtiriladigan bu meva turiga bozorda talab katta va xaridorgir. Keyingi yillarda klubnayni daromad manbaiga aylantirgan tomorqachilar ko'paymoqda. Masalan, Xorazm viloyatining Xonqa tumanidagi Qoramaz mahallasida 400 ta xonadonda klubnay yetishtirilib, yuqori daromad olinyapti. Klubnay C vitaminiga boy meva. Immun tizimni mustahkamlaydi. Har bir poshtasi orqasida mehnat va tajriba mujassam. Bugun xorazmlik dehqonlar, tomorqachilar bu borada o'ziga xos maktabni yarata oldilar. Klubnay nafaqat mazali va foydali meva, balki yetishtiruvchi uchun daromad manbaidir. Bozorga erta mahsulot olib chiqish dehqonning yutug'i. Biz Xonqa tumanidagi Qoramazi mahallasidagi dala tomorqasidamiz. Aniqrog'i mana shu yerda 1 gektar yer maydonida Qudrat Rajabov nafaqat bu yerda bog'dorchilik ilmini va albatta bog' qator oralariga mana bunday klubnaylarni yetishtirib ham yaxshigina daromad olayotgan ekan. Bir mavsumda 150 million so'mgacha aynan klubnayning o'zidan daromad olish mumkinligini aytyaptilar. Dala tomorqamizda 2 xil klubnika navlarimiz bor. Victoria navi, Isabella navi. Bularning farqi nimada? Hosildorligidami yoki Xorazm sharoitiga mosligidami? Hosildorligida avvaldan Victoria navi yetkazganmiz. Isabella navini yangi ekib qo'yibman. Shuni yuzakda 40 sotga yana ko'paytirmoqchiman. Hozir 10 sotga ekilyapti. Yangi ekdim. Hosildorligi yaxshi, mazasi yaxshi Isabella, shuning uchun ekmoqchiman. Klubnay daromadi yaxshi. 1 gektardan 150 million daromad qilamiz. Undan tashqari bitta qatordan 5 xil mahsulot olamiz. Kartoshka, lavlagi, makka jo'xori, sarimsoq piyoz, har bir qarish yerdan unumli foydalanamiz. Mavsumiy ish bilan 10-12 odamni ta'minlaymiz. Erta bahordan chop qiladilar. Yig'im terimga 15 odamgacha olamiz. Bu yerda 3 xil navli nok bor. Undan ham yaxshi hosil kutyapmiz. Bu yana yangi ekilgan narsa endi meva berish boshlamoqda. Mehnat orqasida doim daromad bo'ladi. Bolalar o'qishda o'qib turib shun daromadimizning arkasidan. Kelajakda niyatlarimiz yaxshi klubnayni ko'paytirib, yaxshi navlarni ekish. İlk bahordan klubnay mevalarini bozorga yetkazib beryapmiz. Bir ekkaningiz 4-5 yil hosil beradi. O'zimizga xos tajriba maktabi yaratdik. Bir tibida 1 kilo, 2 kilo klubnika beradi pishgan paytida aynan. Yangi pishib boshlagan yana mevalari yana hali ko'p yana klubnay yaxshi mazali bo'lishi uchun yaxshi suv kerak, quyosh kerak yaxshi bo'ladi, mazasi ham yaxshi bo'ladi. Klubnay yetishtirishda bir sotiqdan o'rtacha 300-500 kilogramm hosil olinar ekan. Erta bahorda 1 kilogrammi 30 ming, 40 ming so'm narxda sotilishini inobatga olsak, o'rtacha 15 million so'm daromad degani. Bu tomorqachilar uchun tez foyda keltiradigan biznes hisoblanadi. Qoramaz mahallamizda hozirgi kunda 1066 ta xonadonda 6056 aholi yashab istiqomat qilib kelmoqdalar. Mahallamiz drayveri rezavor mevalar yetishtirish, klubnaychilik. Mahallamizda klubnay yetishtirish bo'yicha usta dehqonlar mavjud. Hozirgi kunda mahallamizni aholisini 400 xonadondan ortiqrog'i klubnay yetishtirish bilan shug'ullanib kelishmoqda. Albatta bu bilan aholimiz iqtisodiy ahvolini yaxshilamoqdalar. Mahallamizda boqmandalik kayfiyati yo'q. Hamma fuqarolarimiz o'z mehnati bilan dala tomorqalarida, dehqon xo'jaligi yerlarida, uy tomorqalarida klubnay hosilini yetishtirib, ichki bozorlarimizga yaxshi hosil yetkazib berishmoqdalar. Klubnay terish mavsumida aholi bandligini ta'minlashga ham dehqonlarimiz o'z hissasini qo'shishmoqdalar. Klubnay terish mavsumida 1 gektar yerga 10-12 ta qizlarimiz mavsumiy ishlarga chiqishadi. Hozirgi kunda mahallamiz tajribasini tumanimizning o'zida qo'shni mahallalarimizga ham o'rgatyaptilar dehqonlarimiz. Ular ham klubnay yetishtirishni, agrotexnik tadbirlarni o'tkazishni bizning dehqonlardan shogird bo'lib o'rganib kelishmoqdalar. Dala tomorqalari va katta yer maydonlarida ekilsa, mavsumiy ishchilarga ham iqtisodiy daromad keltiradi. Mavsumiy ishchiman. Klubnay teribmiz yine. Klubnay terishda nimalarga ahamiyat qaratish kerak? Yaxshi pishganni chaqqon ishlash kerak. Ana shunda barakatli bo'ladi. Kundagi tergan pullarimizni kunda olamiz. Mehnatimizdan zavqlanamiz. Quyosh nuridan toblanib, qizarib pishgan xushbo'y klubnay insonga nafaqat meva sifatida to'yim, balki ruhiy shodlik ham baxsh etadi. Saralab terilgan mevalar ko'zni quvnatadi.